Endigina onadan tug'ilgan toy go'shtidan qazi yeganmisiz? Toshkentda shunaqa qazilardan 5 barmoq qiladigan joyi bilmaganimga afsuslandim. Sababi bunaqa atmosferani har doim so'qoqdan qidirgan ekanman. Endi nomerading ko'k somsalani, 5 barmoqni, zo'r salatlarni va o'sha omega 3 ga boy qarsillama, qursillama balularni bitta joyga kelib shunaqa zo'r atmosferada yeb ketishingiz mumkin. Ha, aytgancha shunaqa moshni, sochni shashliklarni ham yeb ketishingiz mumkin ekan. Atmosferani bir ro'ga ko'rsatdim, o'zingizlar ko'rdinglar. Qozondagi go'shtlarga bo'lsa umuman gap bo'lishi mumkin emas. Pirillatib chirillatib shunaqa xamirlarni nar yog'ida o'zingiz tursangiz ko'rinadigan qilib zo'r qilib pishirib berishar ekan. Qaynoq sho'rvalar bilan shunaqa ishtahali qilib suzib olib kelishdi. Mazza qilib o'tirdik o'zi ham. Hamma narsaligini porsiyalari juda ham barakali va to'yimli ekan. Agar siz ham 5 barmoqni mandek yeyishni bilmasangiz, shu videodan ko'rib yeyishni o'rganib olsangiz bo'ladi. Qazilarni ko'ryapsizlar ham qanaqa qalin qilib ketishadi. Ortiqcha gapirmayman, o'zingiz kelib ko'rmasangiz bo'lmaydi. Yaqinlaringizni, qarindosh, urug', opa, singil, aka, ukalaringiz bilan, dadajon, buvijonlaringiz bilan kelib mazza qilib o'tirib ketinglar. Gap o'ynaydigan opa-xonlarga ham tashab qo'yinglar. Qarindoshli gruppaga tashlash esdan chiqmasin. Keyin ular ham xafa bo'lib yurishmasin. Shunday joy menga yetmadingiz. Abuzarbek 3 ta filial bor. Описаниеda qoldirdim. Bu Nazarbek filiali.